Assalomu alaykum ushbu kanal muxlislari. Bugun biz sizlarga burun oqishi aqliy qobiliyatga zarari haqida ma'lumot beramiz. Avvalo, burun oqishi yoki bitishi bolada noqulaylik tug'dirib, asabiylashtiradi. Arzimas narsaga injiqlanib, xarxasha qiladigan bo'lib qoladi. O'ynagisi kelmaydi, holsizlanadi. Yaxshi nafas ololmayotgani hisobiga uyqusi buziladi. Mana shu omil, ya'ni o'rnida nafas olmaslik miyani kislorod bilan kerakcha ta'minlab bera olmaydi va boshdagi qon aylanishi buziladi. Oqibatda vegetativ nerv tizimi aqliy qobiliyat salbiy daxl ko'radi. Bola bilimlarni o'zlashtirishga qiynaladi. Burundagi yallig'lanish asta-sekin tomoq va quloqqa o'tib, dardni kuchaytiradi. Agar burun tumov tufayli oqayotgan bo'lsa, buning davosi oddiy. Organizmdagi yallig'lanish va viruslar bartaraf etilsa, burun ham tinchlanadi. Lekin burun bilan bog'liq muammolarning surunkali tus olishi sabablari bir qancha. Masalan, organizmga in qurgan bakteriya va infeksiyalar, bolaning sovuqda qolishi, allergiya, burundagi polip va adenoidlar, chang, radiatsiya, kimyoviy elementlar qurshovi, ekologiyaning buzilishi, gormonal nomutanosiblik, burun jarohatlari, tomchi dorilardan ko'p va noto'g'ri foydalanish. Ba'zi bolalarda burun kovlash, unga mayda narsalarni tiqish kabi zararli odatlar bo'lib, bu omil infeksiyalarni ko'paytiradi, shamollashni kuchaytiradi.